Janubiy Koreyada migrant ishchilarga nisbatan sodir etilgan dahshatli ish joyidagi zo'ravonlik holati jamiyatda katta g'azab uyg'otmoqda. Hodisa Inchon shahridagi to'qimachilik fabrikalaridan birida yuz bergan. Videoda koreyalik menejer migrant ishchini yuziga urib, sochidan tortgan holda undan javob talab qilayotgani aks etgan. Jabrlanuvchi qarshilik ko'rsata olmaydigan holatda bo'lishiga qaramay, tahdidlar davom etgan. Hatto zo'ravonlik holati mobil telefon orqali tasvirga olinayotgan paytda ham aybdor to'xtamagan. Jabrlanuvchi avvaldan ham muntazam ravishda haqorat va jismoniy tahdidlarga duch kelganini bildirgan. Xabar tarqalgach, Bandlik va Mehnat vazirligi maxsus tekshiruvni boshladi. Vakolatli organlar nafaqat zo'ravonlik holatini, balki ish joyidagi bosim va sanoat xavfsizligi qonunlarini buzilmaganini ham o'rganmoqda. Mutaxassislar ushbu voqeani jiddiy inson huquqlari buzilishi va ochiq jinoyat deb keskin qoralashdi. Kross barcha turdagi kamsitishlarga qat'iy qarshi chiqadi. Bizning xizmatimiz millat yoki viza holatidan qat'iy nazar har kim uchun ochiq. Faqat pasport orqali ham oson ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Hoziroq yuklab oling va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing.